Assalomu alaykum hammaga. Ishdan kelsam, adamlar kartoshka bilan qo'y go'shtidan nima deydi? Dimlamanmi? Qozon qovoq. Qozon qovoq boshlabdilar. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga salom. Adajonni qo'ymadim. Ada qilib bering deb. Mana hozir buni nima qilasizlar? Dimlayapman. Dimlayotgan ekanlar go'shtni, piyoz bilan. Keyin kachki solamiz. Keyin kartoshka solinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kachkani taxladik tagiga. Tagiga sariyog' soldim. Keyin taxladim kachkani. Yana hozir go'sht, dimlagan go'shtni ustidan solib, hozir bir piyola qaynagan solamiz. Yarim krujka suv sovuriladi tegolmaslik uchun. Ana endi yopamiz. Olovni past qilamiz. Mana shu olovda 1 soat turadi. 1 soatdan keyin ochamiz.